Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Esnalar darsligimizda birinchi qismini Isroil Abdurahmonov akamizdan YouTube kanalidan bepulga ko'rib o'z fikrimni bildirmoqchiman. Ya'ni esnalar bu nima? Ya'ni boshlang'ich boshlayotgan bolalar, menga o'xshab qiziqadigan bolalar bo'lsa, birinchi o'rgangan narsalarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Esnalar bu nima? Ya'ni support resistance zonalari. Support bu nima deb so'raydigan bo'lsa, bu qo'llab-quvvatlovchi zona ekan. Resistance bu nima? Qarshilik zonalarini bildirar ekan. Ya'ni agar grafikda ko'radigan bo'lsak, support zonasi mana bu zonaga to'g'ri keladi. Ya'ni bir chiqib tushganda bu support zonasini beradi. Ya'ni qo'llab-quvvatlovchi zona yoki resistance zonasi. Resistance zonasi bu qarshilik zonasi. Bu holatda uptrendda turganimizni bildiradi. Bu holatda qachon resistance yorib o'tilyapti. Ya'niki resistance zonamiz, qarshilik zonamizni support zonamiz yorib o'tyapti. Yoki ikkinchi ko'rinishda oladigan bo'lsak, uptrendda. Ya'ni bu zonamiz RBS zona ekan. Ya'ni resistance breakout qilyapti, ya'ni yorib o'tyapti. Support zonamiz. Hech qachon support buzilmaguncha sell zonaga yangi trend qidirmaymiz. Ya'ni qachonki support buzilmaguncha, ya'ni support yana buzilmaguncha mana bu zonamizni buzib o'tsagina sell pozitsiya qidiramiz. Va davomi bu joyda uptrend ko'rishimiz mumkin. Uptrend. Support, resistance, support. Resistance, support. Resistance, support. Support zonamiz resistance zonani buzib o'tgandan keyin yana dalsha qaytib kelib tepaga uptrendga ketyapti. Yoki down trend ko'rishimiz mumkin. Down trendda kelyapti zonamizga, qarshilik zonamizni support zonamizga yana kelyapti. Yana qarshilik zona support zonamizga tushyapti. Qachonki o'sha support zonamiz buzib o'tgandan keyingina yana qaytib keladi o'sha support zonamizga, keyingina buzib o'tiladi. O'sha joyda biz stop lossini qo'yib, undan keyin ishlashimiz mumkin. Sell zonaga qidirishimiz mumkin. Xo'p, men o'zim uchun yozib oldim qisqacha qilib. Ya'ni do'stlar, uptrend qachonki sell pozitsiya qidiramiz, qachonki oxirgi support zonamizni yorib o'tsa. Ya'niki mana support zonamiz. Bitta support bo'lib kelgan. Mana bu joyimiz support, qo'llab-quvvatlovchi zonamiz qachonki yorib o'tadi, keyin biz mana bu zonani yorib o'tgandan keyin biz qidiramiz, qachonki kelib turib yana down trendga, sell zonaga ketishini kuttirishimiz mumkin. Yoki uni chapachasi. Sell trendda uptrend qidiramiz. Ya'ni qarshilik zonasini yorib o'tsa, mana ko'rib turibsizlar. Qarshilik zonamizni yorib o'tgan. Mana bu yerda qarshilik zonamizni yorib o'tyapti. Xo'p do'stlar, video sifatimiz past bo'lishi mumkin. Men tushungan narsalarimni bo'lishdim. Keyingi videoroliklarda biz o'zimizni TradingView platformasida mana shuni grafikda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hammaga rahmat.